Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana bugun xudo xolasa birinchi ish kunimiz biokompost tayyorlash bo'yicha. Mana molni go'ngi tayyor, joyimizda tayyor. Ozgina joydan boshlaymiz. Sekin-sekin ko'paytirib boramiz. Mana shu o'zimiz uyimizdagi dehqonchiligimizga solib effektini ko'rish maqsadimiz. Bodringni sug'orilgandan keyin holatini ko'rsatgan edik. Birinchi kun mana bugun haqiqiy holatini, o'sgan holatini ko'rsatamiz sizlarga. Qanchadan beri uni qo'ymaganimiz uchun videoda kamchiliklar bo'lsa, xatolar bo'lsa, e'tibor bermaysizlar degan umiddamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Bosgan like'laring kanalimizda rivoji uchun. Mana bodringlarimiz xudo xolasa bo'lyapti. Ortiqcha irklarni olib tashlaymiz. Ortiqcha chirmoqlarni olib tashlaymiz. Maqsad bodringiz chiroyli, sifatli shuni ta'minlash. Mana mevalari tayyor holatda gulga kirdi. Har kuni videoni taqdim qilib boramiz, xudo xolasa sizlarga.